Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu New York shtatininki yuqori tarafidagi bir shtatlik bog'chida yo'l yurgach sizlarga bizdagi shu foydaliq, ziyonliq uqumi to'g'risida degan temada bir qisqacha savat so'zlamoqchi. Men bu savatda asosliqi şu insanlarımızınki paydalık, ziyonliq bo'lgan tushunchasi. Yani bulup mu bak paydalık degan narsalarni qancha ko'p yesa badanga shuncha paydalık degan mazmunda bo'ldi. Men bu to'g'risida burun leksiya so'zlagandim. Oningda şu paydalık, ziyonliq to'g'risida ba'zi tushunchalarni berib o'tgandim. Men bugun şu mazmunni ko'rdigan holda doirasini, ya'ni so'zlamoqchi bo'lgan mazmunning doirasini texnik keng qilib so'zlab o'taman. Endi bu yerda foydaliq degan vaqtida nimani ko'z tutadi degan vaqtida mayli u bizningki jismoniy sog'lomligimiz bo'lsin yoki ruhiy sog'lomligimiz bo'lsin, bizningki shu sog'lomligimizga foydali narsalarning hammani ko'z tutadi. Bu yerda misolan biz nafaslanayotgan havodan boshlab suvgacha, yemak-ichmakchilik, anandan badan chiniqtirish, ruhiy kayfiyat, ochiq qilinish, xushal bo'lish degandagidek hamma mazmunlarni o'z ichiga olgan bo'lib, bularning ichida hammamiz bilgandek biz havo bo'lmasa, ya'ni havoda oksigen bo'lmasa bak uzun yaşayamaymiz. Yalnız biz emas, bütün canlılar yaşayamagandan başqa bizningki şu yıkılgı bilan münasibetlik, mayli mashina o't oldirish olsun, mayli uyda tamoq o't yiqib tamoq etish olsun, hammasi mumkin bo'lmaydi. Bularning hammasiga oksigen lazım. Demak, bu yerda oksigen bizning hayotimizda nihoyatda muhim. Biz nafaslanayotgan havoda 21% oksigen bor. Bu yashayotgan muhitniki dengiz yuzidan bo'lgan egizligi ishib mangansi oksigenning miqdori tövellab mangdi. Şuna tağlıq rayonlarda şu oksigen tuzlanlıktaki 21%'in töven, yani ba'zida 18% bo'lganlik uchun ular şu muhitga mos holda badanidagi şu oksigenni to'shiydigan hemoglobin, yani qizil qon hücre oqsili deb atalgan oqsil miqdori oshirgan, yani ularniki badanidagi oqsil miqdori normal odamlarda 12 gramdan 12 gram, her 100 mililitre qonda 12 gramdan 15 gram atrofida bo'lgan bo'lsa, ularda 16, 17, hatta 18 gram bo'ldi. Shu orqali şu havodagi kam oksigenni to'shish uchun yetarlik şu normal odamlardan ortiq bo'lgan şu oqsilga ehtiyojli bo'lgan va badan shunga mos holda uni ishlab chiqargan. Shunlashqa egiz tog'liqlarda yashaydiganlarningki chiroyi qarasa mangzi biroz qizil keladi. Ondan başqa su, mesela su hayatımızda nihoyatda muhim. Su bo'lmasa, biz tamoq yemasak bir ay yaşay olishimiz mumkin, ammo su bo'lmasa 3-4 kundan ortiq yaşayamaymiz. Yani demak, bu yerda mayli havodagi oksigen bo'lsin, mayli suv bo'lsin, bizniki oziqliq va boshqa har qanday hayotlikda ehtiyojli bo'lgan moddalarga nisbatan hammasidan bakroq muhim degan gap. Endi bu yerda oziqliq degan vaqtida bu yerda men burungi leksiyalarimda so'zlab o'tgan badanda ehtiyojli bo'lgan
ozuqliqni cho'ng jihatdan 3 turga ayirish mumkin. Bularninki biri shu badanni energiya bilan ta'minlaydigan oqsil may shakar, qolgan ikkisi badanni energiya bilan ta'minlamaydigan, ammo badanniki funksiyasi uchun muhim bo'lgan birisi vitamin turdagi moddalar, yana birisi shu mineral moddalar, mayli kalsiy olsun, natriy olsun, kaliy olsun, xlor olsun degandekidek shu mineral moddalar. Bu vitamin bilan bu mineral moddalar badanda badanni energiya bilan ta'minlamaydi, ammo badanniki normal funksiyasi uchun muhim. Badanniki bu moddalarga bo'lgan ehtiyoji har kunlik ehtiyojini az, ammo kam bo'lsa kasal paydo bo'ldi. Albatta badan ehtiyojidan yuqori bo'lib ketsa-mu shu moddalar bilan zararlanish kelib chiqadi, badanda kasal paydo bo'ladigan gap. Hamda ozuqliq degan vaqtida men degan yuqorida o'tgandek 3 xil cho'ng turni o'z ichiga oldi. Bularning ichida bizni badanimizni kundulik energiya bilan yo kichik bola bo'lib qolsak, bizning o'sib yetilishimizga zich munosabatligi shu energiya bilan ta'minlaydigan oqsil may shakar. Bu yerda oqsil deganimiz ko'pincha hollarda, ya'ni mutlaq ko'p qismi hayvon yemekliklardan, ya'ni hayvon kategoriyasiga keladigan, mayli qo'y kal olsun, to'q olsun, biliq olsun yoki tuxum bo'lsin degandagidek shu xil manbadan keladi. Badanimiz kerakli bo'lgan oqsillarni hayvon manbalik ozuqliqlardan erishgandan boshqa yana shu purchoq oilasiga kiradigan o'simliklardan erishalaydi. Yana bu yerda mayli hayvon manbasidagi oqsillar bo'lsin, mayli o'simlik manbasidagi oqsillar bo'lsin, badanimizningki sog'lomlik uchun muhim. Hamda badanni energiya bilan ta'minlaydigan ikkinchi muhim modda may bo'lib, uningki kelish manbasiga qarab hayvon manbalik may va o'simlik manbalik may deb ikki cho'ng turga ayirish mumkin. Hozir qadar hamda shu hayvon manbalik maylarni biraz sağlam emas deb qarilib kelmoqda. Bo'libmi bak shu to'yingan may degan may alayda sağlam bo'lmagan may deb qaralmoqda. Hamda mayli o'simlik meyve olsun, mayli hayvon meyve olsun, badanimizda kam bo'lsa bo'lmaydigan, ya'ni badanimizniki sog'lomligi uchun muhim bo'lgan modda. Bu yolg'iz badanimizni kerakli bo'lgan energiya bilan ta'minlab qolmasdan, balki badanimizniki nurg'un qurilmasi va funksiyasida maylar muhim rol o'ynaydi. Ama bu yerdagi foydali, ziyonli degan taraflarning hammasi faqatla nisbiy bo'lib, men bu jihatda o'xshamagan leksiyalarda so'zlab o'tgan. Bugungi leksiyada men asosliqi ularniki shu foydali, ziyonli taraflar to'g'risida qisqacha to'xtalma. Uchinchi xil energiya bilan ta'minlaydigan modda shakar. Shakar deganimiz asosliqi shu seykoktat, anandan keyin yalimish bo'lib, tatliq yalimishlar, seykoktatlar, anandan keyin un, ya'ni kraxmal degan yemekliklarning tarkibida mo'l. Biz
Kündülük energiyarımız üçün biz çokum şekerge ihtiyaclıq. Şeker bedenimizde şeker kem bolup ketse közler beşimiz kıyıp közümüz doluşuduğun gap demek yani şeker mi bizim sağlamlığımız için ait mühim. Yukarıda ben beden energiya bilen təminləydiğən çoğun madde doğrusu qısqış toxtalab ötdüm. Hem de bedenni energiya bilen təminləməydiğən vitamin bilen mineral maddeler kəsək, vitaminlar adətmi şu hayvan mənbəsidin, anandan ösümlük mənbəsidin dep ikki çoğun türge. Onundan başka suda eriydiğen, suda erimeydiğen, mayda eriydiğen degendikidek her xil türlerge ayrıldı. Hem de bu yerde asaslık ozuqluq mənbəsinin qılıb etqan vaxtıda vitamin ki bir kısmı hayvan mənbəsinin kəs, yani bir kısmı ösümlük mənbəsinin kildi. Bunların hemmisi bizninki bedenimizde gerçi bedenimizge keraklik bolgan energiya bilen təminlemisimin, amma bedenin kurulması bulup mu bek fonksiyası üçün naitimi mühim. Vitamin bulmasa, kem bolup kalsa bedenimiz normal, bedenimizin fonksiyası normal yürüşmezlikki, her xil meseleler görülüşü ve her xil kesellikler girip durup oluşumuz mümkün. Bedenimiz ihtiyaclı olan şu mineral maddelerimi okşaşla hayvan mənbəlik, bazıları hayvan mənbəsindən gəlsə, bazıları ösümlük mənbəsindən kilido bolup mu bək şu qurğaq yemeklikler yer astıda ösüdüğün yıldız karakterlik seykök tatlarda bu mineral maddelerninki terkibi yuqurib oldu. Ondan başka sudu mu bedenge keraklik bolgan her xil mineral maddeler var. Mineral maddeler mi şu vitamin okşaş gerçi bedenini energiya bilen təminləmisimi, amma bedenninki fonksiyasınınki normal yürüyüşü de naiti mühim. Hem de ben bularını sözləb ötüşümününki asaslık sebebi bu yerde nemininki paylık geldi. Yani bularının hemisi meyli bedeni energiya bilen təminləydiğən ozuqluq maddeler bolsun, ya ki bedeni energiya bilen təminləməydiğən başka vitamin, mineral maddeler bolsun, hemisi bedende kem bolmaydiğən, bedenin sağlamlık üçün ait mühim bolğan paydalıq maddeler. Yani bular paydalıq bolğandan keyin qancha köp bolsa şuncha yaxshi mı, biz ularni qancha köp iste'mol qilsak shuncha yaxshi bo'lamdi degan vaqtida albatta undaq emas. Bular bedende kam bo'lsa bedenning funksiyasi normal yurishmaganga, andan keyin bedende har xil binormallik yoki kasalliklar kelib chiqadigan o'xshash, bular bedenning ehtiyojidan ko'p bo'lgan vaqtida aslidagi foydali narsa darhol kenzi ziyonli narsaga aylanishi mumkin. Shunlashqa bu yerda foydali va ziyonli deganning o'tirsida bir oq bilan qora o'xshash aniq bir chegara yo'q. Normal bo'lgan vaqtida foydali bo'lgan narsa beden ehtiyojidan ishib ketgan vaqtida yoki kam bo'lgan vaqtida ziyonli bo'lishi mumkin. Shunlashqa bu yerda eng muhim bo'lgani qanday qilib tangponlikni saqlash, ya'ni beden ehtiyojiga qandırgan asasda yoki kam bo'lib qilishdan yoki ko'p bo'lib qilishdan saqlanish. Bu bizning sog'lomligimiz uchun nihoyatda muhim. Dünyada hech qanday narsa mutlaq bo'lmagan o'xshash, bu bedenimiz ehtiyojli bo'lgan foydali narsalarmi mutlaq emas. Shunlashqa bu yerda foydali, ziyonli degan bu hukmni qanday tushunish biz uchun bakla muhim. Biz foydali deb ko'p iste'mol qilib olsak, o ziyonliqqa aylanishi mumkin, yoki bo'lmasa uningki ziynidan ziyoda andish qilib, ziyoda qo'rqib ketib,
uni normal iste'mol qilishdan o'zimizni tarsak yoki ziyoda cheklab etsak, umi ziyonliq. Hamda uningdan shu yuqorida men deb o'tgan uch cho'ng ozuqliq moddadan boshqa yana nimalarni alayda ta'kidlab o'taman degan vaqtida bu yerda dora hamda bo'lib bak biz o'zimiz ishongan, cho'ng bilgan shifoliq dorilar. Bu shifoliq dorilar haqiqatan ismi jismiga o'xshash. Qandoq iste'mol qilsak shifoliqmi degan vaqtida albatta unday emas. Har qanday shifoliq dori o'z navbatida mos alda kasal biz giribdor bo'lgan kasalga mos holda qo'llangan vaqtimizda, ya'ni to'g'ri qo'llangan vaqtimizda o shifoliq bo'lishi mumkin, ammo to'g'ri qo'llanmagan vaqtida u zararga aylanishi mumkin. Ya'ni biz erishmoqchi bo'lgan shifoga erishamayli qolmasdan, balki uning ziyniga erishishimiz mumkin. Bu yerda yana ta'kidlaydiganim, hech qanday bir foydaliq, ziyonliq degan narsa mutlaq emas. Foydaliq narsa muvofiq bo'lgan vaqtida foydasi bo'lishi mumkin, muvofiq bo'lmagan vaqtida ziyon bo'lishi mumkin. Bugun meningki ta'kidlamoqchi bo'lgan mazmun asosliqi mushuni markaz qilgan. Ondan boshqa shu dorilarningki aks ta'siri. Hamda bu yerda mutlaq ko'p sondagi dorilarningki har qandayiniki aks ta'siri bor, ammo biz uningki aks ta'sirini shu foydasi bilan solishtirib vaqtida agar uningki foydasi ustunlikni egallasa, ba'zida uning aks ta'siriga bak alayda e'tibor berib ketmasligimiz kerak bo'ldi. Ammo bu deganlik uningga sal qarab qanday ishlatsang bo'ladi deganlik emas. Shunga bu yerda Uyg'urcha shu puxro til bilan vaqtida har qanday dori dasmiy ko'taramdi, ko'tarmamdi. Buningga alayda diqqat qilishimiz kerak. Ya'ni uning foydasi ko'p bo'lmay, uning ziyni ko'p bo'lib qolsa yoki bo'lmasa biz undan erishgan hech qanday foyda bo'lmay qolib qolsa, biz eng yaxshisi dori qo'llanmasligimiz kerak. Chunki dori qo'llangan vaqtimizda eng aks ta'sir eng to'van deb qaralgan dorilarning shu böbrek, jigarniki xizmat yukini o'z ig'irlashtiradigan masalasi bor. Ya'ni biz yegan dorilar vaqti kelgan vaqtida badanniki yukini ig'irlatib o'tadi. Shunga sog'lomligimiz uchun har qanday narsa nisbiy bo'lishi kerak. Ya'ni foydali degan narsani ziyoda iste'mol qilsak, u asalla ziyonli narsaga aylanadi. Bu yerda eng muhim bo'lgani har qanday narsani muvofiq iste'mol qilish va ozuqliq tangpongligiga alayda ahamiyat berish. Bu bizning sog'lomligimiz uchun bek muhim. Men burungi leksiyalarimda bu jihatda qayta ta'kidlab o'tgan. Bugungi bu savod xarakterlik so'zlarimni mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'p rahmat. Allah hammamizning tinni salomat qilsin. Ko'rikcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.